Qutadg'u bilik. Muqaddima. Uyg'urlar uzun tarixga, mo'l madaniyatga va qimmatli madaniy meroslarga ega qadimiy bir millat. Uyg'ur xalqimi boshliq tarixiy davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarda muhim rol o'ynagan. Ana shunday tuhfalarning biri Uyg'ur xalqining 11-asrda yashagan buyuk mutafakkiri va donishmand shoiri Yusuf Xos Hojibning o'lmas asri Qutadg'u bilik dastonidir. Bu daston Uyg'urlarning islomiyat qabulidan keyingi yozma adabiyotidan hozircha zamonimizga yetib kelgan tunji badiiy asar. 11-asr Uyg'ur adabiy tilining eng yaxshi namunasi ham Qorxoniylar davri ijtimoiy hayoti bilan ijtimoiy ideologiyasining ro'shan inkosi va ifodasidir. Bu daston butun Uyg'ur madaniyati tarixidagi porloq namoyanda bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo madaniyati tarixidami zo'r qimmatga ega. 10-11-asrlarda bizning hozirgi birlikka kelgan ko'p millatlik vatanimizda bir qancha hokimiyat tang mavjud bo'lib turgan edi. Shimoliy Jungoda Kidan, ya'ni Qitanlar hokimiyati. Janubiy Jungoda Sung sulolasi. G'arbiy Shimol egizligining bir qismida Tang'utlar hokimiyati. Xashi koridorida Ganju Uyg'ur hokimiyati. Turpan o'ymonligi va uning atrofidagi bir qism joylarda Quju, ya'ni Ediqut Uyg'ur hokimiyati. Quchonning g'arbidan tortib Buxorogacha va shimolda Issiqko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan kang zaminda Qorxoniylar hokimiyati mavjud edi. Dastlab Balasag'un shahrini, ondan Qashqar, ya'ni O'rdikantni poytaxt qilgan Qorxoniylar hokimiyatimi Uyg'ur xalqining ajdodlari tomonidan qurilgan bir sulola bo'lib, bu sulola milodiy 9-asrdan 13-asrning boshlarigacha davr surgan va butun O'rta Osiyo rayonining iqtisod va madaniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynagan edi. Qorxoniylar sulolasi bo'libmi 11-asrda zo'r gullanish davriga kirdi. Bu davrda bir tarafdan allaqachon boshlanib ketgan yezigilik va qo'l hunar sanoati ijtimoiy ishlab chiqarish kuchining asosiy qismi bo'lib qolish natijasida o'ltiraqlashish va shaharlashish umumlashib ketdi. Qashqa, Borchuq, Balasag'un, O'trar, Farab, Samarqand va shuningga o'xshash yirik iqtisod, savdo va madaniyat markazlari maydonga keldi. Yana bir tarafdan uzun tarixga ega milliy an'anaviy madaniyat asosida islom madaniyati va mamlakatimizning o'rta tuzlanligi madaniyatining munavvar omillarini qabul qilish bilan Uyg'ur xalqining madaniyat tarixida yangi bir davr boshlandi. Bu yangi davr madaniyati toki 13-asrgacha g'arb madaniyatidan eshib ketgan edi. Ana shu chaqlarda Qorxoniylar sulolasi tavasida Abu Abbos Farg'oniy, Abu Nasr Farabi, Abu Rayhan Biruni, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshig'ari qatorliq ulug' olim, mutafakkur va shoirlar maydonga keldi. Sharqdagi buddachi Ediqut Uyg'urlari ichida Sanqu Soli To'tum qatorliq buyuk olim va tarjimonlar yetishib chiqdi. Diniy ayrimliklardan qat'iy nazar o'z davriga nisbatan yuksak saviyaga ega bir butun Uyg'ur madaniyati vujudga keldi. Qutadg'u bilik dastoni ana shunday bir tarixiy sharoitda maydonga keldi. Qutadg'u bilik o'zining qurilmasi va mazmunidan elib aytganda oldi bilan bir adabiy asar va Uyg'ur dastonchiligining tipik namunasidir. Uningda lirika omillari bilan ipik bayon, dramalik epizodlar bilan tabiat tasviri, obrazlik tasavvur bilan shaxs, ya'ni odam xarakteri, falsafalik tafakkur bilan majoz, ya'ni metafora nihoyat ustulik bilan jipslashtirilgan. Lekin u muhabbat dastoni yoki qahramonlik dastoni emas, shunaqla ba'zilarning aytganidek nuqul pand nasihat, ya'ni didaktika kitobi emas. Bu ayni zamon ijtimoiy hayoti bilan zish bog'langan, o'z davriga nisbatan realligi intayin kuchli bo'lgan adabiy asardir. Qutadg'u bilikdagi nurg'un tasvirlarda realizm nuri chaqnab turadi.
Muallif o'z davridagi ijtimoiy turmushni quruq pand nasihatga tayinib emas, balki badiiy usul bilan personajlar obrazini yaratib, konkret voqea epizodlari orqali aks ettirdi. Asardagi 4 personaj o'zaro bir-birini yo'rtib berdi. Uning xarakteridagi farqlar personajlarning bir-biriga tamoman o'xshamaydigan hayot falsafasi va faoliyatlari orqali gavdalantirildi. Mana bu nuqta Qutadg'u Belik dostonini boshqa har qanday pand nasihat xarakteridagi asardan farqlantirib turadi. Qutadg'u Belik qadamiy va yuksak bir milliy madaniyatning bevosita mahsuli bo'lib, u adabiy asar bo'lish bilan birga ham tarix, ham falsafa, ham siyosatnoma yoki davlatshunoslik, ham ijtimoiy ta'lim-tarbiya va uzoq o'tmish hayot bilan Qarxoniylar davridagi real hayotni o'zida mujassamlashtirgan sistemalik bir ilmiy asar. Shuning uchun u Sharq madaniyatini, Uyg'ur va boshqa turkiy tilda so'zlashadigan xalqlar tarixini, bo'libmi Qarxoniylar saltanati tarixi bilan Uyg'ur tili va adabiyoti tarixini, qadimki ajdodlarning falsafa, huquq, ya'ni qonun, etika, ya'ni axloq, ta'lim-tarbiya, diniy e'tiqod, dunyo qarash, urf-odatlarni tadqiq qilishda zo'r ilmiy ahamiyatga ega. So'z 5. 11-asrda yashagan ulug' Uyg'ur shoiri, adib, faylasuf va davlat arbobi Yusuf Xos Hojib tarafidan yozilgan Qutadg'u Belik dostonining hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilidagi nasriyashmasining nashr qilinishi vatanimizdagi osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqoti sohasida qilingan yana bir cho'ng ish. Qutadg'u Belik dostoni Uyg'ur klassik adabiyotining eng munavvar bir obidasi. Shundaqla Jumhur millatlari madaniyat xazinasining qimmatbaho durdonasi. Mamlakatimizning mashhur adabiyotshunosi Lavshi 50-yillarda bu dostonning qimmati ustida to'xtalib, Qutadg'u Belik dostoni yolg'iz Uyg'ur xalqining qimmatli madaniyat boyligi bo'lib qolmasdan, balki vatanimiz madaniyat tarixining bebaho boyligidir degan edi. 1. Partiya 11-navbatlik markaziy komitetining 3-umumiy yig'inidan keyin mamlakatimizdagi har qaysi osonliq millatlarning, jumladan Uyg'ur xalqining klassik adabiyoti va madaniyati sohasidagi tadqiqot keng qanot yaydirildi. Partiyamiz va hukumatimiz adabiy meroslarga vorislik qilish va uni keng ko'lamda echish xizmatiga alohida e'tibor bilan qaradi. 1980-yildan boshlab Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partkom va xalq hukumati Qutadg'u Belik dostonini tadqiq qilish xizmatiga bevosita yetakchilik qilib, nurg'un ilmiy xizmatlarni uyushtirdi. Ayni vaqtda avtonom rayonimizning muavin raisi Hamid Eminov boshchiligida Qutadg'u Belik tadqiqotiga yetakchilik qiladigan maxsus rahbarlik hay'atini qurib, tadqiqotni konkret tashkilladi. Til adabiyot tadqiqoti sohasidagi olim mutaxassislar keng jalb qilindi. Hay'at bu ulug' asarni tadqiq qilish va nashr qilishda ko'plagan amaliy xizmatlarni ishladi. Avtonom rayonlik ijtimoiy palla akademiyasining ta'sis qilinishi, osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqotining sistemalik, ilmiy tartib bilan sog'lom rivojlanishiga zamin hozirladi. İctimai Palla Akademiyasining millatlar adabiyoti tadqiqot o'rni olim mutaxassislarning zo'r tirishchanligi bilan bu asar ustida izchil emgak singdirdi. Natijada 1984-yili bu dostonning transkripsiyalik matni nazmiy yashmasi, 1986-yili Xanzucha tarjimasi nashr qilindi. Buni endi nasriy yashmasi xalqimiz bilan yuz ko'rishmoqda. Har qanday milliy adabiyot meroslarini tadqiq qilish va o'rganishning tub maqsadi uning ijobiy va ilg'or taraflarini yechib, real turmushga mos keladigan va foydali bo'lgan xususiyatlarini muayyanlashtirishdan iborat. Har qanday adabiy meros ajdodlarning tafakkur tarixidan, o'tmishning siyosiy, ijtimoiy ahvolidan darak beradi. Adabiyot san'atining o'tmish davrdan bizgacha yetib kelgan eng yaxshi yodikorliklari ma'lum tarixiy sharoit bilan bog'liq bo'lgan holda bizni o'tmish hayotidan xabardor qiladi.
Qutadg'u bilik dostoni Uyg'ur xalqining o'tiri asridagi falsafa va ijtimoiy ideologiya ahvolini aks ettirish jihatda nihoyatda cho'nqur ahamiyatga ega, tangdish yo'q bir asardir. Yaqinqi 10 yildan buyon bu asar ustida bir qadar keng tadqiqotlar etib berildi. Biror adabiy obidaga uzil kesil baho berish uchun uni cho'nqur va atrofli o'rganish, tadqiq qilish lozim. Cho'nqur va atrofli o'rganib chiqish uchun oldi bilan uning hozirgi zamon tilidagi nusxalarini borliqqa keltirishga, u o'z ichiga olgan mazmun va g'oyalarni xalq tushunadigan vositalar orqali ayon qilishga to'g'ri keladi. Shunday qilganda uning badiiy ahamiyati, tarixiy qimmati va real turmush bilan bo'lgan munosabati ro'shan bo'ladi. Junxo millatlari madaniyat xazinasining olamshumul boyligi bo'lgan Qutadg'u bilik dostoni yaqinqi bir asrdan buyon dunyo sharqshunoslik ilmining muhim bir tadqiqot nuqtasi bo'lib keldi. Uning 3 xil qo'lyozma nusxasi davlatimizda va chet ellarda aynan nashr qilindi. İngiliz, German, Rus va turk tillaridagi yashminlari ishlandi. Bularning hammasi bu ulug' asarni yanada cho'nqur va atrofli tadqiq qilish uchun bizni yetarli ilmiy asoslar bilan ta'minlaydi. Qutadg'u bilik dostonining nasriy usul bilan yechib berilganligi, dostonning umumiy mazmuni va syujeti, u olg'a surgan idea va muallif Yusuf Hasojibning dunyo qarashi bilan har soha kitobxonlarining texmi cho'nqur tanishib chiqishi uchun foydali. 3. Klassik adabiy meroslarga varislik qilishda tanqidiy qabul qilish, neg'izi bilan shaklini ayirish, qadimkini bugun uchun xizmat qildirish fanjenida ching turish kerak. Bo'libmi varislik qilish bilan yuqori ko'tarishga ahamiyat berish lozim. Meros bo'lib qolgan har qanday yodikorlik o'zining butun mazmuni bilan o'zi vujudga kelgan davrda qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, keyingi davrlar uchunmi xuddi shunday ahamiyatga ega bo'la olishi notayin. Chunki u yangi tarixiy sharoitda, yangi ijtimoiy turmush tushunchasi ichida, yangi bir avlodning ma'naviy doirasida yashaydi. Shuni uning mazmunida qandaqdir bir nuqta ko'nrab qolgandek, vaqti o'tib real ahamiyatini yo'qotgandek bilinadi. Lekin uning ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarining tub mohiyatini yechib bergan, haqiqatga uyg'un bo'lgan ilg'or va ijtimoiy nuqtalari yana o'z qimmatini yo'qotmaydi. Bularga diqqat qilganda adabiy meroslarga to'g'ri baho bergili va uni yuqori ko'targili bo'ladi. Ajdodlarimiz bizga intayin mo'l, intayin qimmatlik madaniyat meroslarini qoldirib ketgan. Biz Junxo millatlarining munavvar madaniyat merosini qadrlashimiz, ostirishimiz, qezishimiz va varislik qilish asosida undan foydalanishimiz, uni yengilishimiz, ilgirlatishimiz lozim. Temir davom etdi. Nashrga tayyorlovchilardan Qutadg'u bilik dostonining asli nusxasining transkripsiyasini hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tili bo'yicha nazmi va nasriy yashmisini nashrga tayyorlash va hanzucha tarjimasini ishlash avtonom rayonimizning ijtimoiy fan sohasidagi nuqtaliq tadqiqot temasining biri edi. Dostonning asli nusxasining transkripsiyasi va nazmiy yashmisi 1984-yili, hanzuch tarjimasi 1986-yili nashr qilindi. Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi millatlar adabiyoti tadqiqot o'rni Qutadg'u bilik dostonining nasriy yashmisini ayni vaqtda ishlab chiqqan edi. Hozir Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi qurilganligining 10 yilligiga sovg'a sifatida nashr qildirdi. Mazkur nasriy yashmi tekstlari dostonning asli nusxasining transkripsiyasi asosida ishlandi va bir beyt birlik qilindi. Har bir beytning ma'nosini o'z ayni yechib berishga, so'z ma'nolarini imkon qadar tushirib qo'ymaslikqa, qadimki Uyg'ur tilida qo'llanilgan so'z iboralarning hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida saqlanayotganlarini o'z ayni elishga diqqat qilindi.
Her bir beytde şiiri cümlede yoşurungan, lekin beyt mazmunidan ma'nisi tushuniladigan so'zlar hamda beytlar ma'nisining bog'lanishi, fikr va mazmunining o'zaro jipslashishi zaruriyatidan qo'shilgan so'zlar izohat tariqasida berildi. Beytlarning ma'nisi faqat hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida amaliy iste'mol qilinayotgan so'z iboralar bilan yechildi. Qutadg'u bilik. Hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nasriy yashnisi. Nasriy muqaddima. Köyüngichi va oyug'uchi Allohning ismi bilan boshlayman. Hamdu sana, minnetdarlık ve sansız medhiyle ulug' kudretlik Tangriga xosdir ki o ulug'luq egisi tugal kudretlik padişahdır. O yerni kökni yarattı. Cemi canlıqlarga rizq berdi. Nemini xoligan bo'lsa qildi. Yana nemini xolisa shuni qiladi. Alloh xolig'ini qiladi va irodasi bo'yicha hukm qiladi. Yana sonsiz salom va durud xalqlarning yaxshisi, payg'ambarlarning tanlang'ini, Allah'ın ulug' elchisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge bo'lsin. Hamda uning hamrohlari aziz, hurmatlik sahobalarga bo'lsin. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bu kitob bak azizdir. U Çin hukumalarining tamsillari bilan bezalgan. Machin ulamolarning she'rlari bilan zinatlangan. Bu kitobni o'qigan, bu beytlarni ma'lum qilgan kishi kitobdan yaxshiroq, azizroqdir. Çin va Machin olimlari va hakimlarining hammasi birdek fikrga keldiki, Mashriq viloyatlarida, butun Turkiston ellarida Bug'roxon tilicha turkiy so'z bilan hech kim hech qachon bu kitobdan yaxshiroq kitob yozmagan. Bu kitob qaysi podshohga yoki qaysi iqlimga yetib borsa, g'oyat uzluqi, haddidan ziyoda go'zalligidan u Allohning hakimlari, olimlari qabul qilib, uning har biri bir turlik ot laqam qo'ydi. Çinliklar Şahlar adab qoidasi deb atadi. Machin podshohligining hukumalari mamlakat qoidasi deyishdi. Mashriqliklar amirlar zinati deb atadi. Eronliklar Turkiy shohnoma deb atashdi. Ba'zilari bo'lsa podshohlar nasihatnomasi deyishdi. Turanliklar Qutadg'u bilik deb ataydi. Bu kitobni yezib chiquvchi Balasag'unda tug'ilgan parhezkor kishi edi. Ammo bu kitobni Koshig'ar elida tamomlab, Mashriq podshohi Tabg'och Bug'roxon huzuriga sungan. Shoh Bug'roxonmi uni hurmatlab, ulug'lab, o'zining xos hojibligini uningga berib taqdirlagan edi. Shuning uchun Yusuf xos hojib deb nom shuhrati dunyoga yeyilgandir. Bu aziz kitob 4 ulug' qimmatlik ul ustiga bino qilingandir. Biri adolat, ikkinchisi davlat, uchinchisi aql, to'rtinchisi qanoat. Yana uning har biriga bir turkcha ot qo'ygan. Adolatga kun tug'di Ali deb ot berib, podshoh o'rniga qo'yilgan.
davlatga oy to'ldi deb ot berib vazir o'rniga qo'yilgan. Aqlga o'gdilmish deb ot berib vazirning o'g'li o'rniga qo'yilgan. Qanoatga udg'urmish deb ot berib vazirning qerindishi deb aytgan. Yana ular o'ttirisidagi munozira savol javoblarga o'xshash so'zlar so'zlangandir. O'qiganlarning ko'ngli echilib, yozg'uchini azgu duo bilan yod qilsin deb Nazmi muqaddima. U qudratlik birli Xudo hammadan ilgaridir. Barliq shukr madhiyle uningga mansubdir. U ulug'liq egisi, qodir va zul jalol, yaratgan, taraldirgan, qodir va komildir. Yer ko'p bilan xaloyiqning egisi, ya'ni hamma uchun rizqni tayyorladi. Kulib turib yegin. Xudo hammaga hisobsiz rizq berguchidir, hammani yegizidir, lekin o'zi yemaydi. Hamma jonliqlarni hargiz osh qo'ymaydi, ilkidagi hammani yegizidir, ishkizidir. U qanday xohlagan bo'lsa, hamma narsa shunday bo'ldi. Kimni xohlasa, shuni ulug' qiladi. Allah tanlagan payg'ambarga madhiya va salom bo'lsin. Yana hamrohlariga davomli salom, ehtirom bo'lsin. Muhammad alayhissalom xaloyiqning boshchisi. U hamma kishilarning ko'z va qishi. Yana bu bak aziz bir kitobdir. Bilganlar uchun bilim dengizidir. Bu qimmatli bilimlar bilan bezalgan. Shundoq ekan, shukr qil, qanoat tila. Kitobning hamma yeriga donishmandlar so'zlarining parchasi unchidek tap-takshi tizilgan. Sharq podshohi Mochinlabegi dunyodagi bilimlik, idroklik yaxshilar borlig'i bu kitobni qo'liga elib o'zlashtirgan, xazina ichida saqlab asragan. Biridan biriga meros bo'lib qolgan, o'zi tutib boshqalarga bermagan. Bu kitob foydaliqdirki, hech ziyni yo'q. Ko'plagan turklar buning ma'nosini tushunmaydi. Bu kitobni tushunganlar mazmunini bilalaydi. O'qigan, yozgan, ya'ni savodli bo'lsa tushunalaydi. Bu kitobning so'zlari qo'l va ko'z bo'lib yo'l ko'rsatadi. Ikkala dunyoda ishni o'ngshaydi. Mochin va Chin hakimlarining hammasi birdek bu kitobni yaxshi deyishdi. Hamma turk, Chin va Sharq allarida dunyoda buningdek boshqa bir kitob yo'q. Kitob qadrini bilimlik biladi. Idroksiz kishidan, ya'ni nodonlikdan boshqa nima keladi? Kitobni ko'rganlar odamga bermagulik. Agar do'sting bo'lsa-mo, ishonmagulik. Chunki bilimsizlar buning qadrini bilmaydi. Idrokliklar o'qib uni asraydi. Muallif uni Bug'roxon zamonida xon tili bilan bayon qilgandir. Bunday kitobni avval kim bayon qilgan? Bundan keyinmi kim bunchalik o'z bayon qila olsin? Qani kim bo'lmasin, mushundaq yoza olamdi? Yozalig'ini bor bo'lsa, uni maqtayman. Har qaysi shahar, kent, o'rda saroyda kitobni boshqacha ot bilan otadi. Har bir elning dono hakimlari shu elning yo'soni bo'yicha ot qo'ydi. Chinliqlar shohlar adab qoidasi deyishdi. Mochinliqlar mamlakat sirdishi deb atadi. Mashriq elidagi ulug'lar bu kitobni amirlar zinnati deb to'g'ri atadi. Eronliklar buni Shahnoma deydi.
Turanlıqla qutadg'u bilik deb tushunadi. Ko'ginki har qaysi alla o'xshamagan tillardagi turlik so'zlar orqali uningga har xil nomlarni berdi. Yana bu kitobga ot qo'ygan ulug' va yaxshi bandasini Xudo kechirsin. Ey bu kitobni qabul qilguvchi, bu turklar tilida yozilganiga ajablanguchi. Qara, bu kitob hammaga yaraydi. Shohlar uchun al-yurtni uzun boshqarishga foydali. Mamlakatni idora qilguvchi kimlar bo'lishini, uningga nima qilish kerakligini hakimlar so'zlagan. Shohning qo'g'dilishi va buningga keraklik vositalar, mamlakat tuzishning tartib shartlari, mamlakatning xarob bo'lishi, turaqliqligi nimidan yoki mamlakatning yiqilishi, davomli turishi va boshqalar. Yana cherik askar qo'shinlarning qandoq to'planishi, yer va yo'l tepishi, bularning tartibi kitobda ochiq tanlab ayrim-ayrim ko'rsatib berilgan. Yana mamlakatni mahkam tutqichi kishining yaramliq arlarga ish topshirganligi ko'rsatilgan. Idrokliq loyiq biri lozimki, chiroqqa oy nurini beg'ishlagandek bo'lsin. Xalqning shohlarda haqqi bor. Shohningmi xalqdagi haqqi rabodir. Yana fuqarolar uningga rioya qilsin. Shohmi fuqaroning jon tenini asrasin. Qaysi bir shoh urush qiladi ekan, jang paytida lashkarlarni qandoq tuzishni, dushman sheriklarini qirish uchun qandoq yili ishlatish lozimligi so'zlanadi. Shoh qandoq tadbirlar qo'llanishi, o'zini xalqni to'g'ri yo'lga selishi kerakligi so'zlanadi. Bu yangilik shohni xalq so'yadi. O'zgilarmi yuzini ko'ray deb oldiraydi. O'z omadlik deb bilib xizmatga ba'zilarni yaqinlashtirgulik, ba'zilarni yiroqlashtirgulik. Bir munchilarni puxtalik bilan yaqin tutish, ba'zilarni asqatmaydi, yomon deb yiroqlashtirish kerak. Yana biri bosh kesish uchun siyosat ishlatish, ikkinchidan ko'ngil elish uchun farosat ishlatish kerak. Farosatlik, bilimlik, botur, shir yurak bo'lish, xazinani to'ldirish va uni loyiqida taqtish kerak. Fuqarolarga nisbatan noiti savrchan bo'lsa, hamma istirohat topadi. Bir qancha so'zni senga vasiyat sifatida qoldirsam, unutma, menga duo qil. Nazar sol, bu kitobni tuzgan kishi mohir kishilarning sari ekan. U turli fazilat va farosat bilan bezalgan va xushal o'tgan ekan. U to'g'riligi, hurmati va xudogo'yligi sababidan taqvodor, bilimlik, pok bo'lib o'tdi. Uning yashagan makoni Quz Ordu eli. Uning taxti yaxshi nasabdan, so'zgimi mohir edi. U to'lg'an elidan chiqib ketib, bu kitobni tuzib tugalladi. Hammasini yezib tugutib, bir tartibga selib, Qashqar elida tamomladi. Uni shohning oldida o'qib berdi. Xonlar xoni Tabg'och Qora Bug'ra xon uni ko'p qadrlab, mukofot berib, qalam haqqi va aql farosati uchun hurmatladi. Uningga xos hojib nomini taqdim qilib, uni o'ziga texmi yaqinlashtirdi. Qara, bu ma'nilik ish uchun hurmatlab, uni Yusuf xos hojib deb to'g'ri atadi. Yana bu kitobni bayon qilganda 4 ulug' narsa asos qilingan. Biri to'g'rilik asosidagi adolatdir. Ikkinchisi davlat, baxt, iqboldir. Uchinchisi ulug'lik bilan aqldir. To'rtinchisi qanoat bilan salomatlikdir. Buning har biri uchun boshqacha nom bergandir va shu nom bilan oxirigacha bayon qilgandir. Adolatni kun to'g'di alayh deb atab, uni shohlik o'rniga qo'yadi. Davlat to'g'ridan to'g'ri oy to'ldi deb ataladi va uni vazirlik o'rniga qo'yadi. U aqlni o'gdilmish deb ataydi
va vazirning o'g'li deb aytadi. Qanoatga o'dg'irmish nomini beradi. Bunimi vazirning yaqini deydi. Qara, buning hikmati 4 narsa ustidadirki, ularni tartib bilan yezib kitobni tamomlaydi. Arabcha, tojikcha kitoblar ko'p. Bizning tilimizda bu yegona hikmatdir. Bu kitobning hurmatini bilimli kishilar biladi. Bilimning qimmatini aqlli kishilar tushunadi. Sana bu turkcha qo'shiqlarni tuzib berdim. O'qiganda unutma, menga duo qil. Dunyodan o'tib ketaman, so'zimni o'zing angla. Ko'p ibrat ol va ko'zingni och. Iloho, sen yakka yegonasan, hammamizni kechirgin. Hamma mu'minlarga didoringni nisb qil. Tadg'u bilik Yusuf Xos Hojib. Ko'yingichi va oyg'ichi Allohning ismi bilan boshlayman. Birinchi, qudratlik va ulug' Tangrining madhiyasi aytiladi. Yaratgan, tarbiya qilgan va kechirgan egam Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. Qudratlik birla Allohga tumanning sana va ko'p madhiya bo'lsin. U yo'qolmaydi. U bo'z yer, yeshil osmon, quyosh va oy, tunni, xalqni, zamon va kunlarni yaratdi. Bu hamma borliqni xolidi va yaratdi. Birla paydo bo'ldi dedi. Xalqining hammasi paydo bo'ldi. Yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. Muhtojsiz birla Xudo, uning sherigi hamrosi yo'qdir. Ey arxlik, qudratlik, mangu muhtojsiz Xudo. Bu ot seningdan boshqaga loyiq emas. Ulug'lik va buyuklik sana xos. Seningdan boshqa sana tang tush yo'q. Ey bir Xudo, sana boshqa biri hargiz o'rtoq bo'lolmaydi. Sen hammadan avvalsan, azal ham oxirsan. Sening birligingni hisoblashga bo'lmaydi. Sening qudrating hammaga yetadi. Shubhisizki sen birla. Ey mangulik zot, sen hisobga qaytilmaysan, inkormi qilinmaysan. Ey hammani bilguchi, mavjudotning haqiqati, ko'zimdan yiroqsan, ammo ko'ngilga yaqinsan. Sening borliqing kun oydek ro'shan ayondir. Lekin buning taxtini tushunishga aql farosat yetmaydi. Sening birliging mavjud narsalarga bog'liq emas. Chunki hamma narsani sen yaratding, ular seningdir. Barliq mavjudotni sen yaratding.
Her qandaq narsa yo'qoladi. Ammo senli tirik qolasan. Yaratquchining borliqiga yaratilganlar guvoh. Yaralgan ikki dunyo birligiga aniq shohid. Uningga o'xshaydigini yoki selishtirmasi yo'q. Nemishqa shundoq ekanligiga xalqning aqli yetmaydi. O mangmaydi, ya yatmaydi, uxlamaydi, uyg'oq. Uni o'xshatishga, ya selishtirishga, ya suratlashga bo'lmaydi. Kaynidimi, oldidimi emas. O'ngdimi, soldimi emas. Ostidimi, ustidimi, ya o'tiridimi o'rni yo'q. O'rinni u yaratdi. Biroq uning o'rni yo'q. Uningsiz o'rin yo'q. Buningga ishon. Ey sirlog'i yaqin, ko'ngillardan yuksak Xudo. Barliq surat, shakllar sana guvohdir. Sen tumanning son-sanoqsiz tiriklarni yaratding. Tuzlang, tog', dengiz, do'ng, o'ymon yerlarni yaratding. Yeşil osmonni tumanning yulduz bilan beziding. Qorong'u tunni nurliq kunduz bilan yo'ritding. Qanchilg'an, uchidigan, yuradigan, tinadigan jonliqlar seningdan o'ziq elib yashaydi. Yuqorida arishdan tövəndi yerga qadar barcha narsa birdek sana muhtoj. Ey egam, ey bir Xudoga ishonguchi, uni tiling bilan madhiyla. Diling shaksiz ishongin ekan, aqlingni yavash tut. Uning taxtiga yetaman dema. Ko'nglingni ko'zat. Uning borliqiga ishonda, xotirjamlikka erish. Uning qayerda, qandoqligi haqida izlanma. O'zingni tut. Hech yerda va hech qandoq emas deb bil. Bu to'g'rida ko'p so'zlama. Ey muhtojsiz egam, sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib, barliq gunohlarini kechirgin. Sanla seg'indim, umidim senda. Muhtoj bo'lgan yerimda mening qo'limni tut. Meni so'yimlik payg'ambar bilan birga turg'iz. Adolat kuni, ya'ni qiyomatda uni menga yetakchi qil. Ham uning to'rt hamrohiga davomliq uzildirmay tumanning salom yetkiz. Ulug' kunda menga ularning yuzini ko'rsat. Yaxshi so'zini menga yo'l ko'rsatguchi qil. Sana loyiqida madhiya o'qiyolmayman. Meni afv qil, so'zim kesildi. Payg'ambar alayhissalomning madhiyasi aytiladi. Shafqatlik egam, so'yimlik payg'ambarni avatdi. U xalq ichidan tanlang'ini kishilarning yaxshisi edi. U qorong'u tunda xalqqa mash'al bo'ldi. Yo'riqlik chechib seni yo'ritdi. U Xudodan sana da'vatchi edi. Shundan keyin ey qahramon, to'g'ri yo'lga kirding.
u o'zini pido qildi. Tiliki ummatlari edi. Shunga ularga yo'l ko'rsatib berdi. Bilginki kunduzlari yemedi, kechalari yotmadi. Allohdan sana mag'firat tiledi, boshqani tilamadi. Kech kunduz mushaqqat chekib seni tiledi. Sen endi uning yo'li bilan mol deganini qil. Uning barliq qayg'usi ummatlari uchun edi. Ularning rohati uchun azobdan qutuldirishni tilaydi. U ota-onadanmi mehribon edi. Xudodan davomliq yaxshilik tilaydi. U Xudoning bandalariga qilgan rahmati edi. Uning mijoz xulqi yaxshi, qiliqi tuz edi. U kamtar, muloyim, yaxshi mijozlik, ayoliq, rahimdil, sehi, qo'li kang edi. Undaq kishi bo'z yer va ko'k osmon uchun aziz. Tangri uningga nihoyatda zo'r qadr-qimmat berdi. U barliq yo'lboshchilarning kattasi edi. Hamma payg'ambarlarga oxirgi tamg'i bo'ldi. Uning yo'liga ko'ngil bog'ladim. Uning deganlariga ishonib, xushallik bilan so'zini angladim. Ilohim, ko'nglimni kuzatgin. Qiyomatda so'yimlik payg'ambar bilan birga turg'izgin. Qiyomatda to'lin oydek yuzini ko'rsat. Ilohim, menga uni yo'l ko'rsatguchi qil. Üçüncü, 4 sahabenin medhisi aytiladi. Uning ko'rib ovunadigan 4 hamrohi bor edi. Bular payg'ambarning birga turadigan maslahatchilari edi. Ularning ikkisi qaynotasi, ikkisi kuyovli. Bular xalq ishidagi xil kishilardan edi. Dastlabki hammadan avvalgisi otiq edi. Uning ko'ngli tili bilan birdek Xudoga ishongan. U mol dunyosi, teni va jinini pido qildi. Faqat payg'ambarning Rabbining roziligini tiladi. Uningdan keyingisi Faruq, kishilarning xili edi. U dili bilan tili birdek xalq ichidagi esil kishi edi. Bu sodiq yordamchi dinning tirigi bo'lib, shariat yuzidagi pardani ko'tardi. Keyingisi hayoliq, xushmijoz Osmon bo'lib, kishilar ichida eng sehi, qo'li ochiq edi. U borliqini meli va jinini pido qildi. Payg'ambar uningga 2 qizini berdi. Buningdan keyingi tanlangani Ali bo'lib, u botur, jasur, yuraklik, ahli to'liq edi. Uning qo'li ochiq, qalbi sop, bilimlik, e'tiqodman, nomi ulug' edi. Bular din va shariatning asosi edi. Ular kofir va munofiqlarning yukini ko'tardi. Bu 4 hamroh men uchun tabiatning 4 asosidek tuyuladi. 4 asos muvofiqlashsa haqiqiy tiriklik bo'ladi. Mendan ularga davomli
tumanning salom yetkizgaysan ey egam. Ulardan rozi bo'lgaysan ey Rabbim. Qiyomat kuni ularning sepida turishqa meni nisb qilgaysan. To'rtinchi, nurluq bahor fasli ulug' Bug'roxon madhiysi so'zlanadi. Sharqdan illiq bahor shamili esib keldi. Dunyoni bezash uchun jannat yo'lini ochdi. Bo'z yerdan kofordek qorlar ketib, iftor bilan to'ldi. Dunyo husniga to'lib bezanmakni istadi. Bahor shamili yiqimsiz qishni haydadi. Nurliq bahor saodat o'qyosini yana batladi. Quyosh yana o'z o'rniga yenib keldi, beli quyruqidan qo'zi burniga o'tdi. Qurigan daraxtlar yeshil to'n kaydi. So'sin al, seriq, ko'k, qizil bo'lib bezandi. Bo'z yer yuziga yeshil yipak yoydi. Go'yo Xiton karvini tabg'ash tovar durdunini yeyib-etgandek bo'ldi. Tuzlang, tog', qir, o'ymon tushak yeyib pishandi. Vodala, yo'tala, qizil ko'k kiyinib yasandi. Tuman turlik chechaklar kulib ichildi. Dunyo iftor va kofir hidi bilan to'ldi. Qalampur hidiga to'lgan g'urg'ur shamol chiqdi. Bu dunyo butunlay iftor bo'lib ketdi. G'oz o'rdek oqqu qil quyruq ko'kni qopladi. G'oqildashib yuqori tovan uchib o'ynashdi. Qarig'in ba'zisi qo'zg'alsa, ba'zisi qo'nudi. Ba'zisi suv o'zsa, ba'zisi suv ichidi. Ko'k turnalar ko'kda unini yongritib, to'gi karvinidek tizilib parvoz qilib uchishdi. Ular qushi xuddi iffatlik qiz o'z so'yginini chaqirganidek soz ovoz bilan hamrohini undirmoqda. Kahlik qaqoqlab kulgandek unlik sayridi. Uning og'zi qandek qizil, qishi qop-qora. Qora qushqoch nayzidek tumishqini so'zib sayridi. Uning uni erkak qiz unidek yiqimliqdir. Gulzarda bulbul ming xil un bilan sayrimoqda. Go'yo kech kunduz sura ibrini o'qimoqda. Ilik tog' o'shkisi chechaklar ustida o'ynashmoqda. Buğa maral eg'inab chopchib kezib yurmoqda. Osmon qopqini turib ko'zidan yosh to'kdi. Ana chechaklar yuz echib qaqoqlab kuldi. Bu paytda dunyo o'z-o'ziga biqib, mag'rurlanib, so'yinib yasidoq ayniga qarab. Dunyo so'z echib menga yetkizib dediki, bu Xoqonning yuzini ko'midingmi? Uxlab qolgan bo'lsang tur. Endi ko'z och. Anlamagan bo'lsang, endi mendan so'z angla. Tuman yildan beri so'lg'un qul edim. Endi qulluq to'ni yeshilib, oq so'zlardan kiyimlar kiydim. Bezandim, chunki ulug' Xoqon begim bo'ldi. U tilasa jinim qurbon bo'lsin deb o'tindim. Bulut guldirlab qorovullik dumbiqini urdi. Chaqmoq chiqib Xoqonning to'g'ini yoydi. Ularning biri qinidan chiqsa so'zilib elni boshqaradi. Biri shon shuhratini jahonga yoyidi. Ulug' Tabg'ach Bug'roxon jahon tutdi. Nomi qutlug' bo'lsin. Xudo ikki dunyoni bersin. Ey dinning izzati,
Ey davlatning tiriki va homiysi, ey millatning toji, shariatning ishonchi. Xudo barliq tilagan tilikingga yetkazdi. Xudola sana doim orqa tirak bo'lsin. Ey dunyoning jamoli, ulug'liqning husni, mamlakatga nur, turoqsiz baxtga yugan. Palak sana baxti, el va taxt berdi. Bu taxt bilan baxtni Tangrim doimlik qilsin. Shu Xoqon bilan dunyo tinchlik topdi. Shunga dunyo uningga barliq sovg'atlarni avatdi. Fazodan kelgan osmon qushlarining ba'zisi Hind mamlakatidan, ba'zisi Rum elidan kelib, mag'rur shodlanib, so'yinchiga to'lib, Xoqonning nomiga madhiya o'qib, bas-basta sayrashmoqda. Turli chechaklar yer yuziga shundoq bezak berdiki, tuzlang, tog', o'yman, do'ngning mangzlari yeshil ko'kka bo'yaldi. Ba'zilari xush hidi bilan xizmat ko'rsatsa, ba'zilari chiroy husni bilan eshik ochadi. Ba'zilari qo'l so'zib xushpuroqlik isiriq tutsa, ba'zilari ipar purkib dunyoni xush hidga to'ldiradi. Ba'zisi sharqning xilma-xil sovg'alarini etkasa, ba'zisi g'arbdan kelib xizmat qilishga tayyor turadi. Xizmatiga kelgan baxt eshikida turadi. Eshikda turib, u farmonbardorlik qiladi. Dunyo moshunda xizmat ko'rsatish uchun tayyorlandi. Dushmanning bo'ynini egib, Xoqonni yuqori o'rlatdi. Xoqonning nom shuhrati dunyoga taraldi. Uni ko'rmagan ko'zlardan uyqu qochdi. Dunyoga osoyishlik yetdi. Chunki qonun tuzildi. Qonun bilan u nomini yuksaltirdi. Kimiki Sexining suratini ko'ray desa, tashnolik bilan Xoqonning yuziga boqsin. Jafosiz vafodor baxtni tilasang, uning yuzini ko'r. Qilgan ishi butunlay vafodir. O'zing ziyon tortmay foyda ko'ray desang, beri kel. Xizmat qil, ko'ngil ber va dilingni isitqin. Oliy janob, muloyim, shafqatlik, oq ko'ngil kishini ko'ray desang, kel, uni ko'r, xotirjam bo'l. Ey yaxshi xuluqliq, asli yaxshi urug'liq Xoqon, dunyo seningdan qo'rqqanmisin? Ey baxtlik xon, Xudo sana davlat berdi. Ming matam uning nomini atab shukr qil. Nayt qadimiy masalda mundoq deyilgan. Otining o'rni nomi o'g'ilga qoladi. Otining nomi bilan o'rni sana qoldi. Buningdan keyinmi yana tuman yil davomlashsin. Minglagan qo'llar sana nurg'un narsa sovg'a tutdi. Menmi bu qutat va bilikni sovg'a qilay. Ularning sovg'asi keladi, oxiri ketadi. Lekin mening bu sovg'am mangu qoladigan sovg'a bo'ladi. Qancha dunyo yiqining bilan tugab oxiri yo'qaydi. So'z bitsang u qoladi, olam kesadi. Bu xonning nomi kitobga bitildi. Bu nom mangu saqlanib qoladi, ey baxtlik xon. Ya Rabbim, davlatini ko'paytgin, tiliginini tugal qil. Barliq ishda sen uningga orqa tirak bo'l. U so'yganlarni omon qil, dushmanini yo'qot. Shodligini qo'yiq qil, qayg'uni yiroq tut. Yomg'ir yig'ib tursin, chechak echilsin. Qurigan daraxtin bixlo ko'klisin. Falak davomliq oylini versin. Dushman bo'yni qayrilib tavam bo'lsin. Bo'z yer mistak qizil bo'lmag'icha
yoki o't ustida yeshil chechak unmigicha baxtlik xon uzun yashab ko'p baxt ko'rsin. Ko'ranmaslarning ko'zlari o't bo'lib yonsin. Uning yana qandoq orzu tiliki bo'lsa, Xudoli uningga orqitirak bo'lsin. Uning eli shod-xuramlik bilan mag'rur yashasin. O'zi Luqmon yeshidek hayot kechirsin. Beshinchi. 7 yulduz 12 burch aytiladi. Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. U yaratquchi, tarbiya qilguvchi, kechirguchi egam. Xudo butun olamni o'zi xolig'inidek yaratdi. Dunyoga kun va oyni yoritdi. Qara, falakni yaratdi. U doim aylanib turadi. Uning bilan billa falak choqimi cho'gilaydi. Ko'k osmonni va uning ustidagi yulduzlarni yaratdi. Qorong'u tun va yorug' kunduzni yaratdi. Bu osmondagi yulduzlarning bir qismi bezak, bir qismi yo'l ko'rsatguchi, bir qismi kuzatguchilar. Bir qismi kishilarga yorug'lik beradi, bir qismi yo'l ko'rsatguchi. Uningdan kishilar yo'l topa oladi. Ba'zilari yuqoriroq turadi, ba'zilari tuban. Ba'zisi yorug'roq bo'lsa, ba'zilari xira. Bulardan eng yuqorida sakantir harakat qiladi. U 2 yil 8 oy bir uyda turadi. Uningdan keyingisi, ya'ni ikkinchisi 10 oy bo'lib, u bir uyda 12 oy turadi. Uchinchi bo'lib qurut keladi. U qahri bilan harakat qiladi. U qayoqqa boqsa, yashargan narsalar qurib ketadi. To'rtinchisi yoshiq bo'lib, u jahonni yo'rtadi. Yaqinlashganni, qarshisiga kelgan narsalarni yo'rtadi. Beshinchi savit bo'lib, so'yimlik yuzini ochdi. Sana kulib baqsa, o'zingni xushal tut. Keyin orzu keladi. Tilak orzulaganlar uningga yaqinlashsa, o'z tilakiga yetadi. Bularning eng tövünide yolchiq harakat qiladi. U quyosh bilan qarama-qarshi beqishqanda to'ladi. Bulardan boshqa 12 burj bor. Ularning ba'zilari 2 o'ylik, ba'zilari 1 o'ylikdir. Qo'zi bahor yulduzi keyin o't keladi. Arantir quchiq bilan bir-biriga yaqin yuradi. Qara, Arslan bilan bug'doy boshi qo'shnidir. Keyin ulgu chayon bilan yoning hamriyi. Uningdan keyin o'g'loq, ko'nak ham baliqlar keladi. Bular tug'sa osmon yo'rib ketadi. Bilsang, bularning 3 atiyozliq, 3 yozliq yulduz, 3 kuzlik, yana 3 qishliq yulduzdir. Ularning 3 o't, 3 suv, 3 shamol, 3 tuproq bo'lib, shulardan dunyo va Allah paydo bo'lgan. Bular bir-biriga yov. Xudo yovga yov avatdi, janjalni to'xtatdi. Uchrashmas yovlar o'zaro yarishib qoldi. Ko'rinmas yovlarning o'smanligi pasaydi. Yaratquchi Xudo hammani o'zi yaratdi. Yaratdi-da tartib soldi, bir-biriga muvofiqlashtirdi. Buningdan keyin endi inson haqida so'zladim. Uning qadr-qimmati bilim, aql, farosat bilan bo'ladi.
İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 6. İnson bolasining qadri bilim va aql bilan bo'ladiganligi so'zlanadi. Xudo insonni xillab tanladi va yaratdi. Onunğa fazilat, bilim, aql va farosat berdi. Onunğa qalb ato qildi, ham tilini ravon qildi. Hayo va go'zal xulq qilib berdi. Bilim berganligi uchun inson bugungi buyuklikka erishdi. Farosat berganligi uchun tugunlar yeshildi. Xudo kimga aql, farosat va bilim bergan bo'lsa, uning qo'lidan ko'p yaxshiliklar keldi. Bilimni buyuk, idrokni ulug' deb bil. Bu ikkisi xillangan bandaning martabasini o'stiradi. Bu so'zning dalili sifatida bunu so'z keldi. Bu so'zni anglaganda so'zingni shu yerda to'xtatdi. Qayerda idrok bo'lsa, ulug'likka erishadi. Bilim kimda bo'lsa, u buyuklikka ega bo'ladi. Farosatlik ufqolaydi, bilimlik bilalaydi. Bilimlik farosatliklar tilikiga yetadi. Bilimning ma'nosini bil. Bilim nima deydi? Bilim bilgan ardin hamon kasal yiroqlashadi. Bilimsiz kishilarning barchasi kasalchan keladi. Kasalni davolamasa kishi tezda o'lib ketadi. Yur, ay bilimsiz, kasalingni davola. Ey olim, bilimsizlikning davosini sen aytib ber. Farosat bir chulvurdir. Onun erishgan kishi tumanlagan orzusi bo'lsa-mu tilikiga yetalaydi. Qara, farosatning kishiga foydasi ko'p. Bilim bilgandan keyin kishi aziz bo'ladi. Har qanday ishni farosat bilan ishla. Erishgan vaqtlaringni bilim bilan mustahkamla. Yettinci, tilning fazilati va qusuri, foydasi va ziyni aytiladi. Til, bilim, aql, farosatga tilmoshdir. Bu ravon tilni kishini yo'ritquchi deb bil. Til kishining qadrini oshiradi. Uning bilan kishi baxtga erishadi. Til kishini xo'rlab qo'yadi. Uning bilan arning beshi ketadi. Til go'yo ishikda yotgan arslondir. Ey uy egasi, ehtiyot qil, beshingni yeydi. Til azobidan qiynalgan kishi nima deydi? Angla. Bu so'zga amal qilib, uni o'zingga hamroh qil. Ya Rabb, til menga qanchalik ko'p jafo chektirdi. Beshimni kesmasin uchun tilimni kesay. So'zingga ehtiyot qil. Beshing ketmasin. Tilimni ko'zatgin, tishing sunmasin. Bir olim til haqida puxta bilim bergan edi. Ey til egasi, beshingni qo'g'dig'in. Sen o'zingga esallik tilasang, tilingdan yaramsiz so'zlarni chiqarma. So'zni bilib so'zlasang, bilimga yotadi. Bilimsizning so'zi o'zining beshini yeydi. Ko'p so'zdan ortiq foyda ko'rmadim. Takror so'zlashdan nafmi topmadim. Ko'p so'zlama, zarur bo'lganda oz so'zla. Tuman so'zning tugunini birli so'z bilan yash. Kishi so'z bilan yuqori o'rlab podshoh bo'ladi. Ko'p so'z boshni yaga agdiradi. Ko'p so'zlasa quruq gap sotdi deyishidi. Agar so'zlamasa kekashgan deydi.
Shundaq ekan, ustulik bilan ish qil. Ustulik bilan qilingan ish kishini yuqori ko'taradi. Tilingni qattiq saqla, beshing saqlanadi. So'zingni qisqartgan, yeshing uzuraydi. Tilning ko'p foydasi bor, ziynimi nurg'un. Til ba'zida maqtaladi, ba'zida ming turlik so'kish oladi. Demak shundaqkan, so'zni bilib so'zla. So'zing ko'zsiz qorug'iga ko'z bo'lsin. Bilimsiz aniqki qorug'idir. Yur ay bilimsiz, tegishlik bilim ol. Qara, tug'ilgan odam o'ladi. So'zi belgi bo'lib qoladi. So'zingni yaxshi so'zla, o'zing o'lmaysan. Ikki narsa bilan odam qiyirmaydi. Biri yaxshi harakat, biri yaxshi so'z. Odam tug'iladi, o'ladi. Baktımki uning so'zi qoladi. İnsan o'zi ketsimi, nomi qoladi. Sen o'lmaydigan bir hayot tilasang, xulq mijozing bilan so'zingni yaxshi qil, ey dona. Tilni xeli maqtadim, ba'zida so'kdim. Maqsadim tilni sana tushuntirish edi. Hammali so'zni yig'sa aql ma'qul ko'maydi. Kishi hojatlik so'zni so'zlaydi, yo'shirmaydi. Ey dana, so'zimni o'g'limga so'zladim. O'g'il mendan to'van turdi. Menga qandoq tanglashsin? Ey o'g'il, so'zimni sana so'zladim. Ey o'g'il, sana o'zimning bu nasihatimni qildim. Mendan sana oltin kumush qolsimi, sen uni bu so'zlarga tang ko'ma. Kumushni ishlatsang tugaydi, yo'q qiladi. So'zimni ish qilsang, kumush tepiladi. Kishidan kishiga qoladigan meros so'zdir. Vasiyat qilingan so'zni esingda tutsang, foydasi ko'pdir. Ey dana olim, bugun qopiqingni turma. O'zrimni ayminib aytaman. Sakkizinci, kitap egisi o'z-o'zrini aytadi. Ey olim dana, kelikim kelgusi avlodlarga tegishlik so'zlarimni qoldirish edi. Lekin bir fikr qarshi chiqib dediki, diqqat qil. So'zing xato bo'lsa, sana ziyon zahmat yetadi. Xalqning tili yomon, u gapingni qiladi. Kishilarning qiliqi hasadxo'r, go'shingni yeydi. Sapsilib qarasam, yukim yengilladi. O'zimga dedimki, so'zla, hamma so'zingni to'k. Nima uchun desang, sana aytay. Ey jasur qahramon, so'zimni anglag'in. İnsan yengiladiganligi uchun uning nomi yangliq bo'lgan. Yengilish, ya'ni yangliq inson uchun berilgan. Kim yengilmaydi? Menga aytib berginchi. Sana aytayki, yengiladigan kishilar tamammingdir. Bilimliklar nayta az, bilimsizlar ko'p. Bilginki, idraksizlar ko'p, idrakliklar kam uchraydi. Bilimsizlar bilimlikka dushman bo'ldi. Bilimsizlar bilimlikka hasad qildi. Kishi bilan kishining zo'r farqi bor. Bu farq bilimdila ko'rinadi deyman. Ushbu so'zimni bilimliklar uchun so'zladim. Bilimsizning tilini o'zimmi bilmayman. Mening bilimsiz bilan qiladigan hech so'zim yo'q. Ey dana, men sening xizmatkoring. Sana so'zimni so'zlashga ayminib, ushbu o'zrimni bayon qildim. So'zligicha ozadu ham yengiladi. İdrakliklar anglasa, o'nglaydi, tuzitadi. Söz tögü burnidek çülüklük nersiki, tögünü qayoqqa yetilasa, shu yoqqa ketadi.
So'zni bilib so'zliguchilar ko'p. Buni tushunguchilar men uchun bak azizdir. Hamma yaxshiliklar ilmning foydasidandir. Misali, bilim bilan ko'kkimi yo'l ochiladi. Hamma so'zingni bilim bilan so'zla. Hamma kishi bilimi bilan buyuk bo'ladi deb bil. Söz kök osmondan bo'z yerga tushdi. İnson söz bilan o'zini qadr qimmatga ega qildi. Kishining ko'ngli go'yo tubsiz dengizga o'xshaydi. Bilim bo'lsa, uning tegida yotgan unchidir. Kishi dengizdan unchini chiqamasa, u mayli unchi bo'lsin, mayli soyning teshi farqsiz bo'ladi. Bo'z yer qetidagi oltin bir toshdir. Agar qezib chiqarilsa, baglarning beshiga bezak bo'ladi. Bilimli kishi bilimni til bilan bayon qilmasa, uning bilimi yillab yozsimi, atrofni yo'rtanmaydi. İdraklik, bilimlik bo'lish nihoyat yaxshi narsadir. Agar uningga erishsang, ishlat, uchib ko'kka yet. İdrak va bilimning nima ekanligiga aqli yetgan al-yurt begi nima deydi? Angla. Jahon tutishga idraklik kerak. Xalqni boshqarishga aql ham jasorat kerak. Jahon tutqichi jahonni idrak bilan tutdi. Xalqni boshqaruvchi ilm bilan boshqardi. Dunyoga odam zoti to'ralgandan tortib, idrakliklar yaxshi qonun turg'izib keldi. Bugungi qadar qaysi zamonda bo'lsin, bilimlikka yuksak o'rin tagdi. Kishilarning yomini aql topsa tuziladi. Xalq ichidagi qalaymaqonchilik bilim bilan besiladi. Bu ikkisi kor qilmasa, bilimni qo'yda, ondan qo'lingni qilishga uzatqin. Olim dono baglar xalqqa bosh bo'lib, bilimsizlarning ishini qilish bilan hal qildi. Jahonni qo'lda tutmoq uchun kishi nihoyat idraklik bo'lishi kerak. Xalqni boshqarish uchun kishi bilim bilishi kerak. Bu ikkisini birlashtirgan kishi kamolatga yetadi. Komil dunyo ne'matlarining hammasiga ega bo'ladi. Agar har ikki dunyoni tilamoqchi bo'lsang, qo'lingdan kelsa, uning chorasi yaxshilik qilishdir. Agar o'zing yaxshi bo'lishni tilasang, yur, yaxshilik qil. Boshqa so'zga hojat yo'q. Kishi mangulik yashamaydi. Nomi mangu yashaydi. Uning yaxshi nomi mangu saqlanib qoladi. O'zing mangu emas, balki noming mangudir. Noming mangu bo'lsa, o'zingmi mangulik bo'lasan. Yaxshilik qilishning madhiysi va foydasi aytiladi. Agar xalqqa hukmronlik yurgizadigansan, barliq so'z harakating bilan yaxshilik qil. Yigitlik o'tib ketadi. Tiriklikmi tugaydi. Sen bu tush kabi dunyodan tezli o'tib ketasan. Hayotingni sarmoya qilki, uning foydasi yaxshilikdir. Bu tongli oxiratda yaxshi yegulik va kaygulik bo'ladi. Kishilarning yaxshisi nima deydi? Angla. Nafas elib yuradigan jonliqlar oxiri o'lgusi. Nazar sol, dunyoda nini arlar tug'ildi. Ular bir muddat hayot kechirib, oxiri o'ldi. Mayli bag, mayli malay yoki yaxshi yomon bo'lsin, o'zi o'lgan bo'lsa, iz nomi qoldi. Endi bu o'rin navbatida sana tegdi. Hammadan avval yaxshilik qil, yaxshi bo'l. Tirik odam oxir o'lgusi va yerni to'shak qilg'usidir. Qara, kishi yaxshilik bilan o'lsa, nomi hayot qoladi.
turlik nom tillarda yashaydi. Biri yaxshi nom, biri yomon nom dunyoda qoladi. Yomon so'kish oladi, yaxshi maqtashga erishadi. O'zingga qarab ko'gin, qaysisini xohlaysan? O'zing yaxshi bo'lsang, noming maqtaladi. Agar yomon bo'lsang, so'kilasan, ey pok kishi. Pes Zahhak nima uchun so'kishga loyiq bo'ldi? Baxtlik Fridon nima uchun maqtaldi? Biri yaxshi edi, uni maqtashdi. Biri yomon edi, uni so'kishdi. Sana yomonlik loyiqmi yoki yaxshilikmi? So'kishni xohlamsan yoki maqtashnimi? Qaysisini xohlasang birini tanla. Tanlig'ining yaxshi bo'lsa-mi, yomon bo'lsa-mi, keyin o'kinma. Tajribali kishi buningga bir tamsil so'z aytdi. Tajribali kishi el-yurt ishini biladi. Kishi yaxshi nom bilan olqishga erishadi. Yomon nom chiqarganlar o'lganda qarg'ish topadi. Yomonlik qilganlarni ko'p sinadim. Kunlar o'tgan sari kuchdan uzildi. Ey bilimli kishi, qanchaki ko'zatsam yomonlarning ishi ilgari bosmadi. Yomonlik bir o'tdir. O't ko'ydiradi. Yo'lida o'tishga bo'ladigan kechik yo'qdir. Bizdan ilgari o'tganlarga qarab ko'rsak, mayli qari xalq, bag yoki dunyo so'rig'ichi bo'lsin, bularning qaysisi bilimga erishgan bo'lsa, ular zamon va dunyoni qo'lida tuta oladi. Dunyo baglarining qaysisining bilimi bo'lsa, yaxshi qonun turg'izdi. O'bdan kishilardan bo'ldi. Bugunmi kimiki yaxshi deb atalgan bo'lsa, eng avval shular yaxshilarga bosh bo'ldi. Qaysi bek dono bilimga yaqin bo'lsa, u bilimli kishilarni o'ziga yaqin tutdi. U qo'liga olgan har bir ishni diqqat bilan ishladi. Ilmini ishga silib xalqni boshladi. Elini tuzatganlikdan xalq beyidi. Xalqning boyligini o'ziga qo'rg'on qildi. Sexiy deb otilib yaxshi nom chiqargan, sexiy odam o'lsa, uning nomini tirik deb bil. O'lishni bilib o'ziga hozirlik qilganlar tiriklar uchun nomini kitobga tutib qo'ydi. Bugun kim uni o'qisa bilimga ega bo'ladi. Ularga ergishib yaxshilik qiladi. Dunyoda bilimdan aziz yana nima bo'lsin? Bilimsiz deganlik er uchun sat haqoratdir. Dunyoda ko'p narsalarni sinab uzun yashagan bilimli kishining nima deganligini angla. Bilim sizga to'rdan o'rin tegsa, qarag'inki to'r paga bo'lsa to'r hisoblanadi. Agar donoga pagodan o'rin tegsa, bu paga to'rdanmi yuqori bo'ladi. Bunchalik qadr-qimmatning hammasi bilim uchundir. Dunyoda uning o'rni mayli to'rda yoki pagoda bo'lsin baribir. Qara, bu esil kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bag, biri dono. Bular insonlarning boshlamchisidir. Buningdan boshqalarning hammasini hayvon hisobla. Xohlasang bu tarafda tur, xohlasang u tarafda. Sen qaysi tarafda turasan? Menga ochiq ayt. Ikkidan bir tarafida bo'l, uchinchisidan qoch. Biri qo'liga qilich elib xalqni idora qiladi, biri qalam elib yashash yo'lini ko'rsatadi. Ulardan yaxshi qonun meros bo'lib keldi. Bu meros kimning qo'liga tegsa, yuqori o'rladi. O'likdan tirikka meros qiladigan narsa so'zdir. Meros qolgan so'zni anglasa, uning ko'p foydasi bor. Aniqki, bilimsiz bir qarg'udir. Ey ko'zsiz qarg'u, bir o'lish bilim ol. Kishi ko'rki so'zdir. So'zning turi ko'p. Yur ey tilim, yaxshi so'zli kishini maqta. Buningga taqlidan turikcha bir misol keltirib, buni shuningga o'xshatib so'zladim. Aql ko'rki tildir, tilning ko'rki so'z. Kishining ko'rki yuzdir, yuzning ko'rki ko'z.
inson so'zini til bilan so'zlaydi. So'zi yaxshi bo'lsa, yuzi yo'riq bo'ladi. Nazar silinsa, bu turk baglari jahon baglarining yaxshilari edi. Turk baglari ichida nomi mashhur bo'lg'ini Saodatman To'ng'a olib ar edi. Yuqori bilimi bilan fazilati ko'p. Bilimlik, aql farosatlik xalqning xili edi. U ajoyib xil, yaramliq, jasur ar edi. Dunyoda zerak arlar jahon so'radi. Tojiklar uni Afrasiyab deb ataydi. Bu Afrasiyab ko'p ellarni talab boshqurdi. Noiti ko'p fazilat, aql, bilim kerakki, jahon so'rig'ichi ondin jahonga qo'l sunsin. Tojiklar buni kitobda yozdi. Kitobda yozmagan bo'lsa, uni kim biladi? Jasur, botur kishi noiti yaxshi aytgan. Jasur kishi chegish tugullarni yeshidi. Jahon so'rash uchun ming turlik fazilat kerak. Qulonni besish uchun arslan kerak. Jahon so'rg'uchiga ming tuman fazilat kerakki, uning bilan al yurtni so'raydi va tumonni suzildiradi. Jahon so'rg'uchi qilich urib dushman bo'ynini kessin. Qonun bilan eli va xalqini tuzsin. Bilim va idrok farosatning fazilati, foydasi aytiladi. Tilikim so'z edi. Ey bilimlik dono, farosat, bilim haqida o'zim so'zlayman. Farosat qorong'u tundagi mash'alga o'xshaydi. Bilim yo'riqlik bo'lib seni yo'rtadi. Kishi farosat bilan o'rlab, bilim bilan yuksaladi. Bu ikkisi bilan qadr qimmat topadi. Buningga ishonmasang, Noshirvonga qara. U jahonni farosat ko'zi bilan yo'ritdi. To'g'ri qonun yurgizdi, xalqi beyidi. Yaxshi davroni bilan nomini yaxshi qildi. Bilimlikning mundoq bir so'zi yodimga keldi. Bilimlik davziqi bo'lsa, davzaxdan yiroqlashadi. Kichik o'g'lonni-ku idrokqa yetib yeshiga to'lmag'icha qalam yurgizmaydi. Ko'ginki idroklik kishilar qerisi ozidi, idrok katta deb qalamni to'xtatadi. Agar talva kishini urib o'ltirsa, uning o'lim yo'q. Zahmat yetkazilmaydi. Nimishqa desang, u idroksizdir. İdraksiz kishilarning hech nimada hassisi bo'lmaydi. Qadr qimmat idrok uchundir. Aql idroksiz kishi bir o'chim loydir. Sapsilib qarasang, bu so'z yaxshi aytilgan. Aql idroksiz, bilimsizlar o'zini yuksaltirolmaydi. Nazar solsang, barcha kishi kiyim kiydi. İdraklik, bilimliklar kiyim bilan emas, asli bilan qadrlikdir. İdraklik kishi esil bo'laman desa bo'la oladi. Bilimi bo'lgan baglik qilsimi qila oladi. Kimda aql idrak bo'lsa, u esil inson bo'ladi. Kimda bilim bo'lsa, u baglikka erisha oladi. Bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tardi. Hammani bilim bilan barpo qildi. Kishi aql idrok bilan esil otiladi. Bagla al ishini bilim bilan yurgizadi. Tuman ming xil fazilatlar, ko'p madhilangan ishlar aql idrok bilan qilinganligi uchun maqtalgandir. Idrok ozligini oz dema. Uning foydasi ko'pdir.
Bilim ozliqini oz dema. U er uchun qimmatlikdir. Dana so'zlagan munu 4 narsaning ozliqini oz deb sanama. Bu so'zni zihning bilan angla. Bu 4ning biri o't, biri yovdir. Üçüncüsü tiriklikning kushandisi bo'lgan kasaldir. Bularning oxirgi biri bilimdir. Bu 4 narsani sal chog'lama, qimmati yuksakdir. Bulardan har birining foydasimi, ziyni ko'p. Ba'zisi berimdek, ba'zisi ilmdek zarur. Bilim go'yo kimyodirki, butun narsani atrofiga yig'adi. U idrak o'rdisi. Hamma narsa uningga jamlanadi. Ixbor va bilim bir-biriga o'xshash narsalardir. Uni o'zingda yoshirib saqlashga bo'lmaydi. Sen ixborni yoshirsang, uning hidi bilinib qoladi. Bilimni yoshirsang, tiling oshkora qiladi. Bilim bir boyliqdirki, u zodi kambag'allashmaydi. O'g'ri hiylagarlarni o'g'irlab ololmaydi. Bilim va idrok kishi uchun kishandir. Kishanlik kishi yaramaz ishlarga yaqin borolmaydi. Kishi yaxshi ko'radigan etini kishallab tutadi. Minishlik etini bo'lsa, ko'zitib saqlaydi. Kishanlik qochanmaydi. Holivining yuradi. Tushaklik yiroqlashmaydi, xoligan yeringda turadi. Aql idrok sana yaxshi va ishonchlik adashdir. Bilim naiti mehribon qarindoshdir. Bilim sizga bilgini va qiliqi dushmandir. Boshqasi bo'lmagandimi, bu ikki jidal yetarlikdir. Buningga taqlidan turkcha tamsil esimga keldi. Buni sen o'qig'in, as yodingda tut. İdrakli kishi uchun idrakning o'zi chin do'stdir. Bilimsiz kishiga nomili yetarlik haqoratdir. Bilimlikka bilimi yetarlik kiyim-kechak, yemak-ichmakdir. Bilimsizga o'z qilmishi yovuz qo'ldashdir. Ey idraklik yaxshi odam, g'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Bilimlik bag, qahrlanma. Nomingni yaxshi qil. Bu ikkisi bilan ishqa oldirab yiqillashma. Agar yiqillashsang, umringni zoyi qilasan. G'azab bilan qilingan ish doim pushaymonlik bo'ladi. Kishi qahrlansa, ishda odishidir. Kishi egri besiq, salmoq mijozlik bo'lishi kerak. Bag vazmin bo'lsa, kunlari yo'riq bo'ladi. Muloyim ham xushbeil bo'lish kerak. Aql idraklik ham bilimlik bo'lish kerak. Kishini yaxshi tanlash uchun idraklik bo'lish kerak. Ishni yaxshi puttirish uchun bilimlik bo'lish kerak. Yaramsiz yaramlikni aniq ko'zitib, keraklik keraksizni haqiqiy surishtirib, o'zi ayirib, tanlab farqlantira olsa, hammali ishda ko'zini o'tkir qilsa, ondan ishlar mukammal ham pishiq bo'ladi. Chunki bilimli kishilar oshni pishiq yeydi. Bu xil kishilar tilikiga yetadi. Ikkili dunyoda ishi o'ngishliq bo'ladi. Qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa. Bu ikkisi bilan vujud davomliq aziyat chekadi. Bilimlik dono nima deganligini angla. Bu so'zga amal qil, ey mangzi qizil kishi. Inson qahrlik bo'lsa, aqldan ozadi. Agar g'azab kelsa, farosatdan mahrum qiladi. Qahrlanish kishi uchun yovuzdir. U bilimni yo'qotadi. Oliyjanob kishilarmi qahrlansa qo'pollik qiladi. Bilimli kishi nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zi haqiqatan so'yimlik jonga o'xshashdir. Qara, bu bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. Inson uningga o'rganib qolsa, vujudi bulg'unadi.
Bulardan biri yolg'on so'zlash. Uningdan keyingisi so'zida turmaslik. Üçüncü biri ichimlikka berilish. Bundaq odam shubhisizki tamamen behuda yashaydi. Odam uchun yana biri jahil qiliqdir. Jahil mijozlik odamga xushallik bo'lmaydi. Yaramaz odatning yana biri pastkash qiliqdir. Bundaq odam kishilarning o'yiga so'riqchilik soladi. Yana biri tili yomon, qahri g'azablik bo'lish. Bundaqlar eg'iz ichib so'ksa kishini azoblaydi. Bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa, undaqlardan muqaddas baxt tezib yiroqlashadi. Falak ona baxmaydi. Beshi gangirab qoladi. Shuning bilan billa xuy paylimi ayniydi. Yur, ay yaxshi kishi, yaxshilik qil. Yaxshi kishining ishi doim o'ngishliq bo'ladi. Endi sinoqlar orqali yuksilib, el ishini boshqargan xushbe'il kishining nima deganligini angla. Yaxshilik necha yillar yashasimi qerimaydi. Yomonlikni qancha parvish qilsimi tuzalmaydi. Yomonning yeshi qisqa, u pushaymon bilan qayriydi. Yaxshilikning umri uzun, u pushaymonsiz yuridi. Yaxshi har kuni yangi tilikini topadi. Yomonning g'ami kunda minglab oshidi. İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.